Erni tashab ketgan ayolda umuman hayotida ro'shnolik ko'rmaydi. %100 javob beraman. Dunyoning eng tadbirkori bo'lsin, eng ishbilarmoni bo'lsin, 1-2 bo'lib kosasi ko'karmaydi. Chunki Alloh taolo halol qilib bergan nikohni, halol qilib bergan juftini tashab bu yoqda pul topaman degan ayol bormi? Boshi hasratdan, boshi g'amdan bu yoqqa chiqmaydi. Chunki Alloh taborak va taolo topish tutishlikda erga barakot berib qo'ygan, erga bog'lab qo'ygan barakani, ayolga baraka bermagan. Xiyonat qilyapti. Bir oilaga bordik. Oilaviy mojaro. So'rasam sababini meni erim yuradi deydi. Erim yuradi deydi. Eriga gapiryapman. Nega undoq qilasan? Nega bundoq qilasan? Bu harom-ku, Xudodan qo'rqmaysanmi deyapman. Ayolini so'kayapti. Ayol yetyapti. Siz yurayapsizmi? Men sizga bir narsa deyotganim yo'q-a? Yurmang deyotganim yo'q. Siz ham menga indamang, birga bir yuraman deyapti. Xotini erini oldida, meni oldimda shu narsani aytayapti, uyalmasdan. To'xtanglar, men oilaviy mojaroga kelib qoldim yo fohishaxonaga kelib qoldimmi deyapman. Ayol ham shuni aytadimi jur'at qilib? Biz musulmonmiz. Hozir musulmonlarda eriga xiyonat qilayotgan ayollar yo'qmi? Hech kim qilmayaptimi? Hamma sharmi hayoda, iffatda eriga sadoqat bilan o'tiribdimi? Yo'q birodarlar. Qancha ayollar buzuqchilik yo'liga kirgan. Oilasini buzgan, oilasini tashab ketgan. Nima qilyapti? Yaxshi bo'ldimi? Yaxshi topyaptimi? Aytgan degan bo'lyaptimi? Birortasi bo'lmaydi.